Uchtepa tumani Sakkokiy ko'chada 106 sotuvga tushgan xonadonimizni srochniy narxida sotuvga chiqaryapmiz. Mahallani tushuntiraman, bu yoqdan Urizordan kelish Sakkokiy ko'chada taxminan 50 metr masofa. Mana shu xonadonimizni sotuvga chiqyapti. Xudo xolasa, bu yoq mahallasini ham bitta ko'rsataman. Mahallani ko'ryapsizlar, mahalla yaxshi, xudo xolasa, fayzli, zo'r mahalla. Gaz birinchi quloq sizlarniki bo'ladi, tipi birinchi tochka sizlarniki bo'ladi, xudo xolasa. Endi xonadonimizni yo'lak qismiga kiradigan bo'lsa, bitta mashina qo'yishga, xudo xolasa, joy bor. Mana fasad qismlarini ko'ryapsizlar, fasad qismlari ham chiroyli, patkuloch holatda bo'lyapti, ozgina yashab turishgan ekan. Srochniy sotuvga chiqaryapmiz. Planirovkani tushuntiradigan bo'lsam, xonadonimizning glavniy eshigidan bitta kirganimizda chap qo'limizda oshxona bo'lyapti, studiya formatda, hol bilan billa bo'lib ketgan. Hop, podval qismi bor, podval qismi ham bitta xonani tegi podval ekan, shuni hisobini olib qo'yaverasizlar. Hop, birinchi qavatimizda ikkita xona bo'lyapti, bitta sanuzul bo'lyapti, sanuzul ro'parada sanuzul, uni yonida choy ichib dam olib o'tiradigan bitta xona, bu yoq tarafimizda bitta zal bo'lyapti. Ikkinchi etajga chiqqanimizda zina bilan chiqdi. Hop, bitta hol kichkina bo'lsa ham, 3 ta xonasi bor. Birinchi yotoqxona, ikkinchi yotoqxona, ota-onalar uchun uchinchi yotoqxona bo'lyapti. O'zini hol o'zida sanuzuli bo'lyapti. Xudo xolasa, narxiga keladigan bo'lsa, bu xonadonimizni 120 ming dollar egalari so'rashyapti. Yana nomer qoldiramiz. Kimgadir shu joyimizda qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, bemalol o'zingizlar kelib ko'rib, yana talashib tortishib egalar bilan savdosini qilib olsa bo'ladigan joyi bor, xudo xolasa.